Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilik biladi, bu yashil yo'l belgilari asosan avtomagistral ya trassalarda uchraydi. O'z-o'zina menda bir savol paydo bo'lganda shuni o'rnatgan vaqtimda bu yo'l Buyuk Ipak yo'li bo'lgani bilan trassa ya avtomagistral darajasida yo'l emas, 3 polosa, 4 polosa emas, hech bo'lmaganda ravon emas deb. Endi xudo xolasa shu notekis joylarni tekislab boshladilar. Bu joyni ko'pchilik biladi. Biyoniy tumanına kirishda birinchi svetofor bilan Urganch yo'lni o'rtalig'ida yo'lning notekis qismi. Ko'pchilik g'altinlar tushib, qiynalganlar biladi bu yerni. Menimcha hamma tushib o'tgan shu yomonlarda endi qazib, qum tashlab tekislab boshladilar xudo xolasa. Yo'llarimiz tekis bo'lsa, xudo xolasa yurtimiz gullab yashnaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.